Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Afg'onistondagi eng yangi o'zgarishlar to'g'risida fikr almashtirdi. Egilanishicha, Blinken Xitoyning Afg'onistonga aloqador Doha yig'iniga qatnashganligidan mamnun ekanligini bildirgan bo'lib, Wang Yi o'zlarining Amerika bilan Afg'oniston masalasi to'g'risida aloqa qilishga tayyor ekanligini bayon qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri yana Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti askarlarining chekinib chiqishining terrorlik tashkilotlarining qaytadan jonlanishini keltirib chiqarganligini aytgan. Xitoy Huaxia aviatsiya shirkatiga tava bir aeroplan Sharqi Turkistondagi bir aerodromiga qo'nganda uchish yo'lidan chiqib ketgan bo'lib, tarqoqlashtirish jarayonida 4 yo'lovchi yenik yaralangan. Egilanishicha, Sharqi Turkistondagi Korla aerodromidan uchgan bir navbatchi aeroplan Aqsu aerodromiga qo'ngandan keyin uchish yo'lidan chiqib ketgan. Xitoy aviatsiya shirkati bu voqea haqida hech qanday tushuncha bermagan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitoy virusi yuqumiga qarshi barliq tadbirlarni qo'llanish sharti ostida Yevropa va O'rta Osiyodagi barliq maktablarni ochiq turishga chaqirdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatıning Yevropa mudiri Hans Kluge muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: Bu virus tarixdan buyon ma'arifga eng ofat xarakterli qalaymaqonchilik elib keldi. Shunga Dünya Səhiyyə Təşkilatıning Yevropa rayonida maktabni asos qilgan o'rganishning uzilmay davomlashi intayin muhim. Türkiye 2020 yillik Tokyo Miyipla Olimpik tənərkət müsabiqəsində tunji oltin medalini qo'lga keltirdi. Erlər tiktatıb yekki o'ynash turida Abdullah Öztürk hal qilg'ush musobiqada 3-1 natija bilan Koreyalik raqibini yengib oltin medalga erishdi. Washington Post gazetasining xabariga qaraganda Amerika tamojnisi Xitoy shirkatlaridan import qilingan quyosh energiyalik batareyalarni tutib qilishga boshlagan bo'lib, bu shirkatlar Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka chetishliq ekan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika quyosh energiyasi ishlab chiqaruvchilar Xitoy shirkatlarining ishlab chiqarish o'rinlarini yetkash orqali nazorat qilib boshqarish va tamojna bejidan qaytish qilmishini atrofli tekshirishni talab qildi. İranның Bağdadda turishliq bosh elchisi Arish Masjid o'z davlati bilan Saudiya Arabiston o'tirsida Bağdadda 3 qatimliq yig'in elib berilganligini va suhbatning davomlashadiganligini bildirdi. Gretsiyaning Braziliyadagi sobiq bosh elchisi Kyriakos Amiridisning 5 yil burun o'ldirilishida bosh elchining ayoli javobgar deb ayblandi. Egilanishicha, bosh elchining braziliyalik ayoli qotillik jinoyati bilan 31 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.